Hackerni unutmaymiz deganlar menga like bosib qo'yinglar. Shunda bu gapni like uchun yozdimi? Qanaqa o'yin bu? Qiz emas, hacker qani? Hacker qayting. Avvalgi hacker qani? Like boslaring menga. Hacker Minecraftdan ketdi. Uni unutmaymiz. Bitta like uchun aytilmagan gap. Qo'yil. Turklar ayangda rahmatlaring shumi bizga? Yo, hammaga salom bolalar. Sizlar bilan birga men Sheker va bugungi videoda hacker haqidagi savollarga javob olamiz. Joylarga yaxshilab o'rnashib olib, yeb ichishga narsalar olib kelinglar. Men videoni boshladim. Sizlar ham videoni boshidagi gaplarni ko'rib uyalgandirsizlar. Bunaqa kommentlar hacker kanalidagi yangi videosida tiqilib yotibdi. Hozirgi paytda ko'p kishini qiziqtirayotgan savol hacker YouTube'dan ketdimi? Javobim aytmayman. Mana sizlarga tushirmanmi, tekinga gapirayman. Kartama $100 tashlamasanglar aytmayman. Men hackerning YouTube'dan ketish sababini o'zlaridan so'ragandim. Hacker YouTube'dan ketishingizga sabab davlat sizdan 200 ga bo'lganingiz uchun pul so'raganimi? Qachon menga pul to'lang deb o'zsa o'shanda qaytaman. Chunki pul to'lash bilan birga YouTube'dan o'sha pulni 10 barobarini chiqarib olsa bo'ladigan kunlar keladi. YouTube'da ko'rib qoldim hacker haqidagi ba'zi bir fake xabarlarni. Bunaqa fake xabarlarga ishonib o'tirmanglar. Agarda siz hacker aytgan narsani batafsilroq tushuntirib berishimni xohlasanglar, shu videoga 500 like to'plab beringlar. Hammaga xayr, sizlar bilan Sheker bo'ldi.